Velosiped bilan g'alaba qozoning. Biz ularni topishga harakat qilyapmiz. Muammo shundaki, janob elchi, agar jazolamoqchi bo'lsangiz, uni sizga topshira olmayman. Unday bo'lsa, yana urush boshlanadi. O'zingiz ham jangchiga o'xshaysiz, lekin umidsizlikka cho'mgansiz. Ko'zingizdan ko'rinib turibdi. Yaqinimni yo'qotdim. Bu yaxshi. Unda kelajakdagi yo'qotishlarni oldini olishga intilasin. Biz kutishdan juda charchadik. Agar o'rtamizdagi urushni keskinlashtirish kerak bo'lsa, biz bunga tayyormiz. Bu bilan nima demoqchisiz? Siz bilan tanishdingiz. Endi oqimni ham taniysizlar. Bizni 3-elchimizdan ehtiyot bo'ling. Zangdan. Chunki suv faqat dengizlarda emas, havoda ham bor. Suvdan zang hosil qilish qo'limizdan keladi. Shunday. Bu shaharlaringiz, mashinalaringiz va raketalaringizni yemirib, to sivilizatsiyangiz zangdan changga aylanguncha davom etadi. Shunday ekan muzokaralar tugadi. Tuzni topib bizga qaytarasizlar. Dunyoyingizni o'zgartirish rejalarini tezlashtirasiz. Sizga 5 yil muhlat beramiz. Xo'sh, Nomini o'zgartiring. nimaning nomini? Yerning juda quruq. Biz tamom bo'ldik. Qarab o'tirishmaydi. Tuzni topishimiz kerak. Nega? Namunalarni sinadik, lekin katta yoshdagi Homo amfibiyada buni sinab ko'rmaganmiz. Ular yetakchilar. Ular eng rivojlangan tür. Agar tuzdan foydalana olsak, bu urushni tugatishim mumkin. Ertani o'zida. Menimcha ichburuq bo'lib qoldim. Ehtimol mohovdir. Chunki yanavi daryo juda iflos edi. Bo'ynim xuddi sinib ketgandek tuyulyapti. Voy, nima qilyapsan? Esingga ekanmisan? Shisha, juda qiziqarli narsa ekan. Birga uyg'onib, bu dunyoni barcha inshootlari bilan birga ko'rganimizni tasavvur qila olasanmi? Sen shunchaki oyoqlaringga ehtiyot bo'l, kesilishi mumkin. Yordam. Juda qo'rqoqsan. Ha, shunday. Juda qo'rqyapman. Sen o'lmaysan. O'zim seni himoya qilaman. Protozoa organizmlaridan nafasingni oldim. Jabralarim ifloslikni tozaladi. Juda ajoyib. O'pish orqali hayotimni qutqarib qolganingni bilasanmi? Buni o'pich deb ataysizlarmi? Bu o'pka sig'imni saqlash uchun giperbarik qalqon yaratish maqsadida ikki teshikni bir-biriga tekkazish emasmi? Bo'ldi. Uyatsiz gaplarni bas qil. Bo'yning juda ajoyib ekan. Baquvvat. Ha. Jabra shaklidagi plastinkang bo'lish kerak. Axir juda yaxshi suzgichlaring bor. Bu hazilmi? Hazillashyapsanmi? Bu hazil edi. Biz shunchaki qochib yuribmiz. Bizni quvlashyapti, u esa hazil qilishni o'rganib olibdi. Men endi ozodman. Voy, tuz, qo'ysangchi, yashirinishimiz kerak. Bu chinqirish. Siz bunday qilmaysizlarmi? Yo'q. Xudoyim. O'ylashimcha buni tushunasan. Yolg'izlik senga begona emas. Mostbet O'zbekistondagi eng birinchi bookmakerlik kompaniya.
Tanlagan ismim juda o'rinli bo'lib chiqdi. Chunki tuzday hayotingga ma'no va tan bag'ishladim. Xo'sh, sen esa bilmadim. Ufqqa o'xshaysan. Harbiylardan ham, politsiyadan ham yuqori turadi. Hammadan yuqori turadi. Agar qoidalarni buzsang, haydashadi. Ayol kishi. U boshqaradimi? Ha, u Kate Ledbridge, Stuart. U yaxshi inson. Ha. Oldiga qanday borsam ekan? Men bilan qolishing shart emas. Sen shunchaki suzib ketishing kerak. Suvga tushgan zahotim ular bilib qolishadi. Ular meni topishadi. Keyin jazolashadi. Film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. Yaxshi. Demak, hoziroq shahardan chiqib ketishimiz kerak. To'g'rimi? Hamma xavfdan ogohlantirilgan. Sen ham, men ham endi birinchi darajali dushmanmiz. Ko'chada otib tashlashlari hech gap emas. Tushunyapsanmi? Shu bois vaziyatni to'liq anglab olishimiz kerak. Shimoliy Uelsda 5 yil armiyada xizmat qilgan bir yigitni bilaman. U chetroqda yashaydi va bizni yashirishi mumkin. Biroz telba bo'lsa-da, bizga zarari tegmaydi. Keyin Kate'ga xabar yuborib, nimadir qilishga urinib ko'ramiz. Shimoliy Vesselda yashay olamanmi? Xudo haqqi, u yerda ajoyib ko'llar va sharsharalar bor. Ko'llar va sharsharalarda yashay olaman. Sharsharani Parisiga aylanishi mumkin edi. Ha, sharsharani Parisi bo'lishing mumkin. Men bilan sharsharada yasha. U yerga qanday boramiz? Quruqlik ham dengiz ham biz uchun yopiq. Telefonimni eshitishayotgandir. Qo'ng'iroq qilsam darrov aniqlashadi. Senga u yerda tartiblik, avj olganini aytganmidim? Sekin bo'lakay, tovush chiqarma, ortiqcha harakat qilma. Qani tinchlan, hammasi joyida bo'ladi. Menga faqat telefoning kerak, og'ayni. Qimirlashni bas qil, qochishga urinma, aks holda u seni tiriklayin yeb yuboradi, og'ayni. Yamlamay yutib yuboradi. Bundaymi maxluqoy? Ha, to'g'ri. Shoshma. Bu nima? Ana shunday. Qulfni yuzing bilan och, kameraga qarab jilmay. Vatan oldidagi xizmatlaring uchun tashakkur. Bu haqda birovga aytsang, u seni topib abjag'ingni chiqaradi. Endi esa yo'qol. Ajoyib jamoamiz. Yana qichqiraymi? Yo'q, shart emas. Demak, uy telefonimni kuzatishadi. Bunga shu